1 litr suv bilan chika ko'tarilligini sinab ko'ramiz. Avval yarim litr suv quyib ko'rdik. Yaxshilab hamma joyga tekkizib quyapmiz, e'tibor berasizlar. Yarim litr suv necha soniyada qurishini ko'rasizlar. Juda ham yaxshi. Wow, 11 soniyada quridi. Juda ham zo'r natija. Qolgan yarim litrni hamma joyga tekkizib quyib ko'ryapmiz. Jami hisobda 1 litr. Yosh bolachalar 1 litr chiqarmasa kerak. Onajonlar kommentlarda qoldiringlar. Uni yaxshilab mana sindirdik. Soniyaga qo'ydik. Endi chetlarini tekshirib ko'ramiz. Yon taraflaridan suv quyib olmagan. Juda ham chiroyli, juda ham zo'r. Uni qurishini qaranglar. Zo'r. To'liq qurib olganda sekundameni to'xtatamiz. 41 soniya. Jami hisobda 1 litr suv 41 soniyada qurib.